alaykum do'stlar. Mana do'stlar, men yangi yildan keyin oladigan videolarning narsalari tayyor bo'ldi. Va qarang, bu boy va kambag'alning uyi. Boyning uyi har doimgidek chiroyli, kambag'alning uyi esa xunukroq. Endi esa ikkinchi personajni ko'ramiz. Bu quruvchilar jangi bo'ladi. Quruvchilar jangi mana bu joyda turibdi. Mana quruvchilar jangi. Bu tomonda men bo'lsam, bu tomonda akam bo'ladi. Bu oson qurildi. Ha. Shu xolos edi. Ikkita personajim tayyor. Uchinchi personajni tayyorlash uchun uchinchi personajni nima ekanligini kommentariyada yozib yuboringlar. Hammaga xayr, salomat bo'ling. Xayr.